Agarda Yakkasaroy atrofidan kvartira qidirganlar bo'lsa, mana shu taklifni bitta o'ylab ko'rmasanglar bo'lmaydi. O'nkada Yakkasaroy tuman Shota Rustaveli'da 5 etajli domni birinchi etaj joylashgan, maydoni 76 kvadratlik 3 xonali kvartira srochna sotiladi. Ko'ringlar, batafsil video davomida narxi bilan asosiy kirish qismidan ko'radigan bo'lsak, kirish shunaqa uzun hol, xonalar ketma-ket joylashgan, chiroyli shkaf mebellar, bu yoqda alohida oilaviy ovqatlanish joyini ko'rishimiz mumkin. Полностью ayollarimiz uchun kuxna joylashgan bo'lsa, mebel, texnika jihozlarni remontlari o'rtacha holatda alohida sanuzonlarni ko'rishimiz mumkin. Razdelniy joylashgan bo'ladi, juda ham akkuratniy holatda. Yo'lak bo'ylab birinchi xonamiz, katta yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Полностью komplekt holatda mebel jihozlari bilan har bitta xonaga e'tibor beringlar. O'zini ko'chaga qaragan oynalar bor. Navbatdagi xonamiz katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Remontlarni ko'rasizlarmi? Tayyor kelib yashaysizlar, atak bitta remont qilaman desalar ham bundan ortiq variant bo'lmasa kerak. Eng oxirgi xonamiz bolalar yotoqxonasi joylashgan bo'ladi. Bolalar yotoqxonasida ham o'zini hovliga qaragan oynalari bor. O'zini oldi hovlilariga ega, alohida orqa hovlilari ham bor. Bemalol avtoparkovniy joy qilib foydalansanglar bo'ladi. Chiroyli zeleniy zonalar bilan o'rab qo'yishgan ekan. Shota Rustaveli'da joylashgan botda 5 etajli domni birinchi etaj joylashgan, maydoni 76 kvadratlik 3 xonali kvartiramizni sizlar uchun narxini 99.900 ga qo'yamiz. Albatta kelishiladigan joylar bor. Pastda egalar nomerini qoldiraman. Savdolashsanglar bo'ladi.